Ikrom Otamurod. Sukut sadosi. She'rlar. Kitobga bejiz sukut sadosi deb nom berilmagan. Bu ikki so'zda Ikrom Otamurodning ichki olami, tabiati mujassam. Bu sukutni his qilmoq, tinglash, anglash kabi ruhning katta ehtiyoji mavjud. Bu sukut o'sha hadsiz olamning bepoyon Kangul diyorining ramzidir. Unga yetishmoq yo'lida biz uchun qalb tarjimon va shu qalbgina bizga borliqni namoyon etayotgan sohir ko'ngil uchun tilmoch bo'la oladi. Bu sukut mohiyatida intilish va kutish, parvoz va munavvar manzil, gul va ifor orasi, nur zarralari mohiyatidagi muqaddas yorug'lik bor. U hamisha oydinlikka, munavvar ruh olamiga, poklik olamiga yog'du berayotgan ulug' musaffolikka, iymon ziloliga intiladi.